Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. O'zbekiston 24 teleradio kanali dasturlarini dolzarb mavzudagi muloqot bilan davom ettiramiz. Men doimgidek dastur avvalida sizga bir nechta savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Talabalik safidan chiqarilgan xotin-qizlar qay tartibda o'qishga tiklanadi? Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Pedofillarga qachondan umrbod ozodlikdan mahrum etish jazosi qo'llaniladi? Demak, shu savollar menimcha ko'pchilikka qiziq. Suhbatimizga qo'shiling deymiz. Studiyamizga dasturimizning doimiy eksperti, Oliy Majlis Senati a'zosi Malika Qodirxonova, Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nilufar G'iyosovaning taklif qilganmiz. Studiyamizga xush kelibsizlar. Malika opa, bizda bahor bir boshqacha faslda, bahorning kirib kelishi, mayli tabiatdagi injiqliklar o'zini yo'liga-yu, shu butun o'zgarishlar boshlanadi-da. Har yili bahorda birinchi kunidan boshlab davlatimiz rahbarining farmonlari, qarorlari qabul qilinadi. Zulfiya mukofotini berish deymiz. Bahor haqiqatan chinakamiga yurtimizda bir bayram bilan boshlanib ketadi. Mana bu yil ham davlatimiz rahbarining ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarini oldini olish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy huquqiy choralar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi va ushbu farmon ko'pchilik uchun qator yengilliklarni yaratdi desam menimcha mubolag'a bo'lmasa. Juda to'g'ri aytdingiz. Haqiqatan ham mana hozir ona tabiat uyg'onyapti, yangi yil boshlanyapti. Bejizga davlat rahbari hozir aytganingizdek har yili bahor ayollarni bayrami arafasida albatta farmon, prezident qarori qabul qilamiz va juda ko'p imtiyoz imkoniyatlarni beradilar. Kuni kechagina e'lon qilingan farmon ham ma'lumman O'zbekistonni barcha ayollariga, o'sha kichkina qizlarimizdan tortib o'sha oliy ta'limda o'qiydigan katta yoshli ayollarimizni ham, nafaqat ayollarni, balki o'sha erkaklarni ham mana hozir ijtimoiy tarmoqdagi fikrlarga e'tibor bersak, barcha O'zbekiston aholisini juda ham xursand qiladigan farmon bo'ldi. Agar so'nggi yillardagi islohotlarga e'tibor beradigan bo'lsak, haqiqatda ham siz bilan juda ko'p efirlar qilamiz. Erta turmush, erta tug'ruq, voyaga yetmaganlarga nisbatan zo'ravonlikni barcha turlariga, ayniqsa ayollarga va bolalarga nisbatan zo'ravonlik barcha shakllariga barham berish bo'yicha juda ham katta islohotlar amalga oshirilyapti va men o'ylayman, kuni kechagina qabul qilingan farmon ham bu islohotlarning uzviy davomi va eng muhim bitta jihati, bu farmon loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilganda juda ham ko'plab fuqarolarimiz aynan o'zlarini takliflarini bildirishdi. Albatta, Nilufar opa, aynan davlatimiz rahbarining mazkur farmonida ko'plab bir masalalarni yechimi topildi desam mubolag'a bo'lmaydi-da. Qarangki, oila instituti 21 yoshga yetgandan keyin oila qurayotganlarni rag'batlantirish bo'yicha bir mexanizm. Bu xalqaro tashkilotlarni, xalqaro tajribadan kelib chiqib aytildi deyapti-da. Aynan mana shu siz oila masalalari bilan shug'ullanasizlar. Umuman mana shunday maishiy zo'ravonlik bo'ladimi, xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari bo'ladimi? Bir kuzatishlar bormi? Aynan qanchalik o'sha yigit qiz yoshi kattaroq bo'lib, bir-biriga misol uchun hayotda qadriga yetib oila qurganda ular o'rtasida mana shunaqa noxush holatlar kamayadimi? Bu qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu har qanday huquqbuzarlikni oldini olishga birinchi o'rinda sababchi bo'ladi. Shu bilan birga bu yosh oila qurilishini, yosh oila o'zimiz umumiy qilib aytadigan bo'lsak, yosh oila hali tayyor emas. Hali kelajakka, hali yashashga, hali kelajakdagi o'zini maqsadlarini amalga oshirishga tayyor bo'lmasdan qizlarimizni erta nikohga berishga shoshilamiz. 21 yoshda, ya'ni o'zi mustaqil fikrlay oladigan, o'zi mustaqil oliy ta'limni bitirib, mustaqil qaror qila oladigan bo'lgandan so'ng oila qurgani bu juda ijobiy natija beradi. Hozirgi kunda ham tahlillarga asos qaralganda shu oliy ta'limni bitirib ham o'zini mustaqil fikriga ega bo'lgandan turmush qurganlarni o'rtasida nikoh buzilishi, ajrim holatlari juda kam. Buni juda katta o'rtasida farq bor. Ayniqsa bularni rag'batlantirish bu menimcha O'zbekistonda birinchi yagona tajriba deb hisoblayman. Va yana bir jihati Malika opa, aynan mana shu farmon bilan nikohlanuvchilarni maxsus kurslarda bepul o'qitish bilan qamrab olish darajasini 100% ga yetkazish bilan bog'liq vazifa qo'yilyapti-da. Menda bir savol tug'iladi-da. Endi oila qurish uchun ham o'qish kerakmi degan bir so'z g'alizroq eshitiladi.
man hozir sizni savolingizga o'zi birinchi hozir erta nikoh haqida gapirmoqchi edim. Birinchi savolga javob beraman, keyin unga o'taman. 2018-yilda aynan yosh kelin-kuyovlar innovatsion maktabi tajriba sifatida Toshkent viloyatining Parkent tumanida tashkil etilgan va men o'zim oila biznesidan dars berganman. Biz u yerda 48 soatlik kurslar bo'yicha eng asosiysi u majburiy emas, ixtiyoriy edi va biz o'sha FHDYO organlariga hujjat topshirishga kelgan yoshlarimizga kim o'qish xohlaydi deganimizda ko'plab yoshlar o'qish xohlar ekan, lekin ba'zi bir yoshlar xohlashmagan. Eng asosiysi biz o'sha o'qishlarni tugatgandan keyin ham 1 yil monitoring qilganmiz. Boyagi markazda o'qigan yoshlarimizda ajrim qanchalik, o'qimaganlarda va agar e'tibor bersangiz, markazni bitirib chiqqan yoshlarning orasida aynan biz o'qitgan kurslarda birorta ham ajrim bo'lmagan. Va eng qizig'i, ular o'sha turmush qurgandan keyin ham menga telefon qilishardi kechki payt. O'sha qizimiz qandaydir masalasi bo'lsa, "Opa, shu masalada qiynalyapman. Menga sizni maslahatingiz kerak." Yoki yigitlarimiz telefon qilishadi. "Opa, mana men ishdan kech keldim, keliningiz hali ovqatni tayyorlamabdi." Va shunday holat bor. Agar e'tibor bersangiz, ba'zi bir yoshlarimiz ota-onasidan ko'ra tashqaridagi ekspertlarning gapiga ko'proq quloq soladi va bejizga ham bu farmonda aynan yillar kesimida biz bu markazga qamrovni oshirishimiz va oxiri 100% ga yetkazishimiz ko'zda tutilmagan. Dilshodjon, eng qiziq jihati, bu yerga kelayotganda men mana hozir o'zim bilan parlament so'rovini olib oldim. 2025-yil sentyabr oyida biz aynan oilaviy munosabatlar bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga so'rov yuborgan edik. Qarang, tahlillarimiz nimani ko'rsatyapti? 24-yil va 25-yilni yarim yilligida yosh jihatdan hali juda ham o'sha nima deydi, to'liq oilani qandayligini his qilmaydigan yoshlarimiz o'rtasida nikohdan ajralishlar 28.5% ni tashkil etyapti. E'tibor bering, 3dan 1 ajrimlar bu yosh oilalarga to'g'ri kelyapti. Chunki boy biz aytdik-ku, bu loyiha jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgandan keyin juda ham ko'p oddiy fuqarolarimizni fikrlari inobatga olindi. Endi erta nikoh nima beradi? Qizlarimiz kollejda yoki oliy ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, xohlaymizmi yo'qmi, ma'lum bir qismi ta'limdan uzilib qoladi. Xohlaymizmi yo'qmi, bularda ijtimoiy himoyasizlik yuzaga keladi va eng asosiysi yosh hali nima deydi, nihol bo'lib turgan qizlarimizni salomatligiga xavf soladi va eng asosiysi iqtisodiy qaramlikka olib kelgan. Shu paytgacha parlament so'rovimizda juda qiziq tahlillar bor ekan. Oila kodeksining 15-moddasida uzrli sababga ko'ra, bu yerda endi homiladorlik, bola tug'ilishi sabablari bor, ma'lum sabablar, 1 yil kamaytirish mumkin bu qaror bilan, hokimlarning qarori bilan. Va biz bu qarorlarni tahlil qilib chiqqanimizda qarang, o'sha 24-yil, 25-yilli 6 oyligida 391 ta holatda nikoh yoshi qisqartirilgan, 146 tasida uzrli sabab keltirilmagan. Bu foizni hisoblaganimda 37% hokim qarorlari uzrli sabab keltirilmagan. Demak, bu yerda bejizga aytilmayapti. O'sha holatni qisqartiradigan bo'lsak, uni aniq sabablari, chunki avvalgi normada qat'iy belgilanmagan edi. Yana bitta nimaga e'tibor beraylik, voyaga yetmasdan turib shunday hududlarimiz bor. U yerda qizni voyaga yetmasdan oldin oilaviy marosim qilishadi, turmushga berib, ularni turmushga berishyapti. Turmushga berishgan va ular 18 yoshga to'lgandan keyin FHDYO bo'limiga murojaat qilishgan. E'tibor bering, 2022-24 yil 5 yil davomida FHDYOdan 18 yoshga to'lib nikohdan o'tish uchun murojaat qilgan 1637 ta qizlarimizni nikohgacha bo'lgan davrda farzandlari bor. Endi buni tasavvur qilaylik, o'zi hali bola bo'lsa, yana u bolani boqish kerak, oilani ikir-chikirlari, turmush-mushlari. Shu sababli men o'ylayman, bu farmonda nikoh yoshini pasaytirishga doir istisnolarni qo'llash tartibini qat'iy belgilash ko'zda tutilgan. Haqiqatan ham 21 yoshga to'lganda birinchi marotaba nikoh tuzgan yoshlar oilalar uchun davlat tomonidan qo'shimcha imtiyoz va qo'llab-quvvatlash choralari taqdim etiladigan bo'ldi. Ushbu oilalarga subsidiya, suda, grantlar qonunchilik hujjatlarida belgilangan miqdordan 1,5 barobarga oshig'i bilan beriladigan bo'ldi. Bu albatta o'sha yosh oilani uy olishi uchun kerakli maishiy texnika bo'ladimi, xarid qilishi uchun bir yaxshigina imkoniyat ham bo'ladi va bu yoshda menimcha 21 yoshda o'g'ilmi, qizmi o'zini bosib oladi. Menimcha har qanday tarafdan-da oliy ma'lumotni deyarli tugatgan bo'ladi, o'zini bosib oladi. Hattoki mana hozir prezidentimizning tashabbuslari bilan 3-4
kursda o'qiyotgan talabalarimiz yarim stavka, Ishlashlari 0,25 stavka ishlash mumkin ular. Demak, ishlagandan keyin topgan pulini qadriga yetib ishlatadi va o'ylayman 21 yoshdan keyin turmush qurgan yoshlarimiz oilani ham qadriga yetadi. O'sha farzandini ham, turmush o'rtog'ini ham va boyagi aytganimizdek daromadi bo'lmasa, mana senga deb moliyaviy imkoniyat oddiy fuqarolarga qaraganda 1,5 baravar ko'paytirib berilyapti va eng asosiysi nikoh shartnoma tuzganda e'tibor bering, davlat bojidan ozod qilinyapti. Bu ham yosh oila uchun mayli ba'zi hisoblash miqdorini 2 baravar bo'lsa ham, lekin bu yosh oila uchun yaxshigina daromad manbai bo'lib hisoblanadi oilasiga. Va farmonni o'ziga xos bir jihati, aynan men ham pedagogman, o'qituvchiman, talabalarim bor, ilmga chanqoq qizlarimiz keladi, o'sha viloyatlardan oylab, yillab tayyorlangan, o'qishga chanqoq, lekin turmush qurishadi, birpasdan keyin farzandli bo'ladi, darslarda ko'rinmay qoladi. Turmush tashvishi bilan turmush tashvishi bilan uzilib qoladi, telefon qilasiz, topa olmaysiz, shu bilan nima deydi, talabalik safidan chiqarilibdi deb eshitib afsuslanasizda. Aynan mana shunday qizlarimiz uchun, ayollarimiz uchun davlatimiz rahbarining mazkur farmoni bilan 2026-2027 o'quv yilidan kursdan kursga qolgan yoxud talabalar safidan chiqarilgan shaxslarga istisno tariqasida fanlar farqini qayta o'zlashtirish sharti bilan ta'limni davom ettirish imkoni yaratilyapti-da. Talabalar fanlar farqini mustaqil o'zlashtirishi uchun qo'shimcha yana muddatlar berilyapti. Malika opa, aynan bu ayollarimiz uchun bayram tuhfasi desam mubolag'a bo'lmaydi. To'ppa to'g'ri. To'ppa to'g'ri Dilshodjon, biz hozir birinchi prezidentimiz 2022-yildagi 87 farmonlariga to'xtashni xohlayman, chunki bu aynan o'sha paytda berilgan imtiyozni davomi. O'sha paytda tahlil qilganimizda o'g'il bolalarimiz masalan 100 nafar deb olsak, 100 nafar o'qishga kirishadi. Ularni bitta ikkitasi armiyaga borgan sababli bitirmasligi mumkin, lekin keyingi yil yana davom ettiradi. Qizlarimiz 100 nafar kirsa, ular qayerdadir 60 ta, qayerdadir 56 ta, qayerdadir 70 ta. Biror bir holatni ko'rmaganmizki, 100 nafar qiz bitirib chiqqandi. Va buning natijasida sabablar o'rganilgan. Eng birinchi qo'yilgan qadam bakalavriat uchun foizsiz kreditlar. Magistraturani 100% to'lab berilishi va masofaviy ta'lim ham o'sha paytda ko'zda tutilgan edi. Natijani qarang. Bugungi kunda bakalavriatda 54% qizlarimiz umuman O'zbekiston tarixida bo'lmagan. Magistraturada 65% dan oshiq qizlarimiz o'qish faoliyat olib borishyapti. Endi bu ham mana juda katta tahlil yotibdi. Ming afsuski, bu qizlarimiz o'qishga kirish uchun ozmuncha tayyorlanishganmi, ozmuncha repetitorga mablag' sarflashganmi. Endi ular o'zini tengdoshi bilan baravar oliy ta'limni bitirish imkoniyatiga ega bo'lyapti. 2026-yil 1-sentyabrdan Nilufar opa nikoh yoshi to'g'risidagi qonunchilik yoki nikoh tuzish tartibini buzishga oid huquqbuzarliklar uchun undiriladigan jarima summasining 15% bunday turdagi holatlar haqida xabar bergan shaxslarga beriladigan bo'lyapti-da. To'g'ri. Bu juda yaxshi farmon bilan juda yaxshi o'tgan bir tartib qoida desa ham bo'ladi. Xalq bilan yaqin, huquqni muhofaza qiluvchilarni xalq bilan yaqin hamda bergan ma'lumoti uchun rag'batlantiradi. Bu bilan ikkita, masalan, biri bo'lsa shu nikoh qurmoqchi bo'lgan voyaga yetmaganlari o'rtasida nikohni oldini olinadi, hamda bu orqali rag'batlantirish choralari ko'riladi. Ya'ni voyaga yetmaganlar o'rtasidagi nikoh sodir etiladigan bo'lsa, shularning og'ir oqibatlari oldini olinadi. Holatlarni ham kuzatganmiz. Ya'ni bu bir mahallada yashaydi. Bu mahalladan boshqa mahallaga olib borib, kelinni uzatib kelishadi. U yerdagi lekin baribir mahalla raisi biladi. Mahalladagi jamoatchilik hamma biladi. Qo'ni-qo'shnilar biladi. Qo'shin shu faollari barcha biladi. Lekin bilsa ham bu oilaning o'zini shaxsiy ishi. Endi bunday bu choralar oldini olish uchun hamda rag'batlantirish va jazolash choralari belgilandi. Bu degani nikohga da'vat qilish, targ'ib qilish va uni oldini olish bo'yicha xabar berish. Xabar bersa rag'batlantiriladi, da'vat qilsa jazolanadi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan. Va xabar bermasa ham fuqarolarning o'zini boshqarish organlariga, FHD organlari, ta'lim sog'liqni saqlash muassasalari, diniy idora vakillari erta nikoh va 16 yoshgacha bo'lgan homiladorlik bilan bog'liq holatlar to'g'risida ichki ishlar organlari va inson ijtimoiy xizmatlar markaziga xabar berish majburiyati yuklatilyapti endi. Majburiyat yuklatiladi hamda yagona ijtimoiy tizim yaratilmoqda bu orqali. Dilshodjon, mana shu yerda bitta misol keltirmoqchiman. O'tgan tarkibdagi 5 yillik faoliyatimda men adashmasam ikkitagina holatga guvoh bo'ldim. Bu o'sha Qashqadaryo va chekka hududimizda qizlar o'zi kelib maktabga ustoziga meni aytmang faqat kimdan eshitganingizni. Men o'qishni xohlayman, meni turmushga berishmoqchi deb aytishganlar. Boshqa holatlarda qizlarimiz yo'q uyat, andisha kuchli aytishmaydi. Boyagi Nilufar aytganlaridek mahalla ham
ham oilani masalasiga biz nima qilamiz aralashib deyishadi va men o'ylayman bu hozir mana siz aytganingizdek birinchi navbatda yashirin holatlarni oldini oladi. Ikkinchi navbatda jinoyat tarkibini o'z vaqtida baholashga va jabrlanuvchi qizlarimizni himoya qilishga ham juda yaxshi mexanizm bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Mana davlatimiz rahbarini doimiy diqqat e'tiborida mana shu ayollar masalasi, xotin-qizlar masalasi, Oliy Majlisga murojaatnomada ham bu masala ko'tarildi. Qator forumlarda mana shu narsa ko'tarilyaptiki, ayollarni xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik holatlariga barham berish bo'yicha qator tashabbuslar ilgari surilyapti. Mana mazkur farmon bilan ham bir qator yangi tartiblar belgilanyaptiki, bu ham ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlarini oldini olishga xizmat qiladi. Ixma mobil ilovasi o'rnatiladigan bo'lyapti-da. Endi qarang, mana biz aynan ayollarga himoya orderi berildi-da. Himoya orderini berilish ham oxirgi chora emas ekanda. Endi menimcha mana shu dasturiy ta'minot bilan bir so'z tugmasi o'rnatilishi menimcha qaysidir miqdorda bo'lsa ham bir foizlarda hisobida bo'lsa ham kamayishiga xizmat qilsa kerak-a. To'g'ri, bu o'zini natijasini beradi, samarasini beradi. Sababi buni biz sinovdan o'tkazdik. Ayrim zo'ravon shaxslar bor, haqiqatda bor, jamiyatimizda bor. Ular takroriy zo'ravonlik sodir etilishdan tiyilmaydi. Javobgarlik belgilansa ham takroriy sodir etiladi. Bu holatlarni oldini olish maqsadida biz tajriba sifatida o'rnatildi bu narsa. Sodir etilgan zo'ravonlikni 40%ni oldini oldi. Bu qanday bo'ladi? So'z knopkasini bosdingizmi? 5 kilometr eng yaqin bo'lgan ichki ishlar organlari xodimlarini planshetlarida, balki ichki ishlar organi xodimlari da planshetlar bor. Profilaktika inspektorlarida, inspektor psixologlarda, boshqa inspektorlarda planshetlar. Shu planshetga signal boradi. Qo'riqlov tizimini ham jalb qilmoqdamiz. Qo'riqlov tizimiga ham buni o'rnatib, ular keldi. Signal keldi, ya'ni chaqiruv keldi. Chaqiruvni darhol qabul qilgan holda ichki ishlar organlari xodimlari yetib boradi. Va bu yerdagi zo'ravonlik holatini oldini olishadi. Bu tajriba sifatida sinaganimizda o'zini juda katta natijasini berganligi sababli bu farmonda yangi tizim asosida qo'llanildi. Va bu aynan preventiv choralarga xizmat qiladigan yaxshi bitta mexanizm bo'ladi. Albatta, ayollarimiz ham bu knopkani bu o'ylab bosadi, mushohada qilib, fikrlab, uzoqni o'ylab bosadi degan umiddamiz. Hozir yana bir bor ichki ishlar organlarida yana bir yangi tizim yaratiladi. Juda katta tizim, bu xalq uchun yaratilgan tizim. Mening inspektorim. Demak, erkaklarimiz uchun ham. So'z knopkasi bolalarimiz uchun ham. Barcha mening inspektorim ilovasini ulaydi. Ulagandan keyin ushbu shaxslar xalq bilan yaqin bo'ladi. Hattoki o'zini profilaktika inspektorini faoliyatiga baho berish mumkin. Shu yerdan onlayn ariza yuborishi mumkin. Arizasiga javob olishi mumkin. 2026-yil 1-noyabrdan Jinoyat kodeksining 118, 119, 121, 128, 129-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar bo'yicha tergovga qadar tekshiruv va dastlabki tergov faqat prokuratura organlari tomonidan amalga oshiriladigan bo'lyapti. Mana shu Jinoyat kodeksini men ko'p o'qib turaman-da, lekin eng men uchun yoqimsiz moddalar mana shu moddalarda. Voyaga yetmaganlarga nisbatan sodir etiladigan jinsiy jinoyatlar hisoblanadi. Bular hammasi mazkur aytib o'tilgan moddalarning barchasi voyaga yetmaganlarga nisbatan turli turdagi jinsiy jinoyatlar hisoblanadi. Va aytamiz-ku, mana o'tgan yillarda bir qator bir jinoyatlarni eshitdikki, jirkanch bir jinoyatlar sodir etildiki, odamlarni qalbini junbushga keltirdi-da. Jamoatchilikni mana shunday holatlardan keyin Malika opa bir junbushga kelib fikrlarini bildirgandi. O'lim jazosini tiklash bo'yicha qancha takliflar ilgari surildi, tashabbuslar ilgari surildi. Mana farmonda aynan jamoatchilikni fikrlari, tashabbuslari inobatga olingan holda takroriy jinoyatlarga nisbatan umrbod qamoq jazosi berilish bilan bog'liq jazolar qat'iylashtiryapti-da. Bu ham yaxshi bir ta'sirni o'tkazishi mumkinmi? Jazolarning qat'iylashtirilishi ham jinoyatlarni oldini olishga qanchalik hissa qo'shishi mumkin? 2023-yil voyaga yetgan qabul qilingan qonunimizda voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilgan. Siz aytgan 118, 119-moddalar bo'yicha avvallari birinchidan jazo muddati kam ekan, ikkinchidan ularga afni insonparvarlik akti qo'llanilar ekan. O'zini yaxshi tutdi, muddatdan oldin chiqadi, muddati qisqartiriladi. Biz birinchi qo'ygan qadamimiz bu jinoyatni sodir etdimi, muddatini boshidan oxirigacha o'tiladi, hech qanday
qisqartirish bo'lmaydi va ularga o'sha yil uzaytirildi. Maishiy shilqimlik haqida gapiryapmizda Nilufar opa. Ko'p kunda ora mana shunday avtobusda bo'lsin, metroda bo'lsin shunaqa holatlarga duch kelyapmizda. Bular nima qilinyapti? 5 sutka yoki bir 3 sutkadir ma'muriy javobgarlik bilan bu narsa bilan qutulib qolyapti. Lekin bu signal-ku. To'g'rimi? Bu xulq atvoridagi kuchli buzilishni ko'rsatib beradigan, jamiyatda xavfli bir illat unda paydo bo'layotganligini ko'rsatib turuvchi belgida. Menga qolsa bunday odamlarni alohida reyestr yuritilib, bular xuddi bir yozib qo'yish kerak, tamg'alab qo'yish kerak, bulardan ehtiyot bo'linglar debda. Bu narsalar qat'iy belgilab qo'yilgan. Alohida reyestrlari ham уже yuritilib boriladi. Shu siz aytganingiz bolalar bilan ishlaydigan korxonalarga bu ma'lumotlar hozir taqdim etiladi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan bu barcha faoliyatlar уже yo'lga qo'yilgan. Malika opa, kecha ham bir dasturda aytdim. Biz to'g'ri bugun knopkalar o'rnatib qo'yyapmiz, ayollarimizga o'rnatishimiz mumkin yoki boshqa, lekin ishxonalarda, ta'lim muassasalarida, davlat ishxonalarida ishlayotgan, mehnat qilayotgan xotin-qizlarga nisbatan, ayollarga nisbatan ham rahbarlari tomonidan, hamkasblari tomonidan turli xil nomaqbul harakatlar kuzatilayotganligi bor gapda. Aynan ularni bizda istihola degan gap bor. Ayol o'zidan o'zi bir narsani aytishi bu qiyin mana. Shunday holatlarda bir qandaydir kamera yo'q joyga bir so'rovnoma yoki so'rovnomalar muddati bilan o'tkazib borilsa, oila degan institut bor-ku, milliardlab pul olyapti. Anonim so'rovnomalar yoki mana shunday bir burchaklar tashkil qilsinda ayollarni o'zini dardini. Biz shunday narsalar orqali bitta bo'lsa ham bir jinoyatni oldini olsak, bir ayolga noqulaylik keltirayotgan muammoni hal qila olsak, bu o'sha kun bekor ketmagan bo'ladi, meni nazarimda. Yaqindagina sizni shu gapingizga javob mana Nilufar qatnashdilar. Biz qo'mitamizda himoya orderlarining tahlilini qildik. E'tibor bering, avvalgi yillarda mana 24-yilga nisbatan ish joyida boshliq tomonidan xodimga nisbatan himoya orderi berilishi 9 karra ko'paygan. E'tibor bering, mana siz hozir aytayotgan gapni isboti. Va eng asosiysi boshliq tomonidan xodimga va xodim tomonidan xodimga ham bu yangi himoya orderlari berilyapti. Bugungi kunda Oliy Majlis Senatida Xalqaro mehnat tashkilotining 190-konvensiyasini ratifikatsiya qilish bo'yicha ishlayapmiz. Bu aynan mehnat joylarida xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha ish joylarida o'sha kasbga yo'naltirilgan masalalar bo'yicha hozir bu hujjat ustida Senatda katta ishchi guruh tashkil etib ish olib borilyapti. Bizga ajratilgan fursat nihoyalab bormoqda. Fursatdan foydalanib sizlar timsolingizda butun ayollarimizni, singillarimizni, opalarimizni, onalarimizni bahor ayyomi bilan 8-mart bayrami bilan chin dildan tabriklaymiz. Ilohim ayollarimizni yuzlaridan, ko'zlaridan har doim baxtiyorlik balqib tursin. Yuzlaringizdan kulgu, lablaringizdan tabassum arimasin. Biz ayollarimiz haqida faqat yaxshi gaplarni gapiraylik. Istagimiz shu. Ayollarimiz baxtli bo'lsa, bu jamiyat chinakamiga baxtli bo'ladi degan albatta. Aziz yurtdoshlar, bizga ajratgan vaqtingiz uchun, e'tiboringiz uchun rahmat deymiz. Siz bilan keyingi dasturlarga qadar xayrlashamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.